O'zbekistonliklar student bo'lolmasligi mumkin. Nimaga bunday deyman? Qaranglar o'rtoqlar. O'zbekiston diplomi ilovasi Tojikiston attestati. O'zbekiston diplomi mana shu dokument bu nostrifikatsiya qilinishi kerak, обязательно. Bu 45 kun vaqt oladi. Buni o'qishga kirishdan oldin tayyorlash kerak. Agar nostrifikatsiyangiz bo'lmasa, siz o'qishga dokument topshirdingiz, ekzamendan o'tdingiz, prikazingiz chiqmaydi. Shuning uchun mana bu Tojikiston fuqarosiga qaraganda O'zbekiston fuqarosi dokumentni 45 kun oldin tayyorlashni boshlash kerak. Shuning uchun ko'plar nima xato qiladi? Xatolari shundaki, to'shto o'qishga dokument topshirish vaqtida nostrifikatsiya qilishni boshlaydi. O'qishga qabul tugab qoladi, nostrifikatsiyasi tayyor emas. Shuning uchun o'zbekistonliklar bo'lsanglar kommentariyada belgilab qo'yinglar. Kim O'zbekistondan, kim Tojikistondan. Ko'ramiz kim ko'p. Dokument taxlaganda e'tibor bilan, diqqat bilan taxlaylik. Tushunmagan joylaring bo'lsa, telefon qilaylik, yozinglar, so'raylik. Sizlar bilan sizda. Charchamanglar.